Alo. Oilam bilan, uydagilarim, ota-onam bilan aylanib yurdim ko'chada. Tinchlikmi? Yo'q-e. Oilang bilanmi? Bo'ldi, bo'lmasa. Amakimlar bilan ko'rishib ketar ekanman-da. To'g'ri. Sho'tka ham kelyapti. Kim kelyapti? Bitta og'aynim bor, Lahmat. O'zi xunuk, qizlar ham qaramaydi unga. Bir simpl yo'lni bu joyga sadirchilik qilib keladi. Hozir mana kelyapti, hozir yurgin ko'rasan. Yaxshimisiz? Bugun sizga o'rtog'im nomidan qabul qolarsiz. Wow. Mas hech qanaqa o'rtog'im bugunni menga olib kelgan birinchidan, ikkinchidan moshinasi rentkar. Rentkarligini. Voy, sana xabaring yo'q aytgancha. Kecha yangi BMW oldim-ku, kakraslarni bugun yangi BMWda aylantiraman. Shundoq qizni peshkom aylantirmaymiz-a? Ketdim manikida. Mandaram, undanam, sizdanam, zo'rdanam. O'rtoq, chiroyli qizlar bilan unaqa ashula eshitmaydi. Mana bunaqa ashula eshitish kerak. Ko'rasanmi, yo'qsa ko'rasanmi? To'xta, jinni, o'yin qiz bolani aldab olishini qara. Eski ashula bu, eski ashula. Qanaqasi eski bo'ladi? Yaqinda trend bo'ldi. Ming bor uzr og'aynim sal hayot bilan, yangilik bilan ham nafas yashamaydi-da sal anaroq. Ruslan yaqinda chiqdi-ku. Mana kafeda to'xta, biz o'zimiz ikkalamiz ovqatlanmoqchi edik-ku, mana kafeda to'xta bo'ldi. Yur ikkalamiz ovqatlanamizmi? O'zimiz. Xo'p, bo'pti, tashlab ketaman. Maza qilib aylandiga. Keyin safar bor, ikkalamiz bo'lamiz. Qichchi joylarga olib boraman men seni ishonga. Zo'r joylarni aylantirib. Zodan qarasam, titrab soqotayotgan ekansiz. Og'aynim sal farosati yo'rdi, bu narsaga aqli yetmaydi. Olib mana paltoyni, olib. Turursin. Sovuq-ku, o'rtog'ingiz yaxshi bola ekanlar. Voy. Yaxshi bola ekan deysan. Men ham bosh shuni deb o'yladim. Lekin bu o'rtog'imni bilsam, narkoman ekan, ichar ekan, chakar ekan, qizlar bilan yurar ekan. Xullas, o'pshi tushuntirganda bitch bu. Voy, sho'x bola ekanlar-da. Menga shunaqa bolalar yoqadi. O'zi to'g'risini aytsam, men ham ozgina bichiraman.